Ha, tinchlikmi? Ne bo'yamazsan? O'zingizga qo'shniga chiqib keldim. Xo'p, qo'shnining uyiga endi bo'yanib chiqmaysan-ku? Qo'shnimiz o'ziga uxod qilib yuradilar. Mani qarang ahvolimni. Ayollar. Tushunib bo'lmaydi sizlarni. Hoy, uncha shirin hid kelyapti. Ye, sho'rva qildingmi? Bismillah. Ye, gap yo'q lekin, ta'mini qarab buni shirinligini. Bu nima edi bu? Kofemi bu? Loy adasi. Loy? Yuzimga suraman. Nima qilasan yuzingga surib? Har narsani yuzga suraveradimi odamzod? Shu yuzimni yoshartiradi, oqartiradi, chiroyli qilib qo'yadi. O'zi shundoq ham chiroylisan. Nima qilasan, mana bunaqa bo'lar-bo'lmas narsalarni surib, tabiiy chiroyini yo'qotib. Ovqatni tezlashtir. Xo'p. Adasi mana aktrisani qarang. Juda ham chiroyli, qosh ko'zlari, yuzlari tiniq, nurli qiz qanaqadir. Menga qara. Sen shundoq ham chiroylisan. Har kim bilan o'zingni solishtiravermagin. Yo'q, men nimaga bunaqa chiroyli tug'ilmaganman? Noshukurchilik qilma. Men yuzimga plastik operatsiya qildirmoqchiman. Xo'p, keyinchi? Keyin o'zimga qarab yuraman. Agar ayol kishi o'ziga qaramay yursa, eri o'ziga qarab yuradigan boshqa ayollardan topadi. Biror marta men seni xunuksan, o'zingga qaramaysan, bee'tiborsan dedimmi? Yo'q. Erkak kishiga ayolini chiroyidan ko'ra uni itoati muhim. Erkak kishining ayolidan qochishiga sabab bu chiroy emas. Uni itoatsizligi, behurmatsizligi, e'tiborsizligi va shunga o'xshash mayda narsalar bo'lishi mumkin. Lekin seni Alloh taolo shunaqa chiroyli qilib yaratgan. Sen nimaga o'zgartirish kiritmoqchisan? Nimaga o'zgarmoqchisan? Siz uchun deyishing tabiiy. Lekin men bu narsani xohlamayman. Menga seni tabiiy go'zalliging, qanday yaratilgan bo'lsang, xuddi shu holatda menga yoqasan. Endi o'zing tasavvur qilganda, bitta rasm chizding, uni atrofdagilarga ko'rsatsang, menga yoqmadi, chiroyli emas, bo'lmabdi desa, senga yoqadimi? Yo'q. Seni chiroyli suratda yaratgan Allohga bu qilayotgan ishing yoqadi deb o'ylaysan.